Yurttaşlar 20 mart 2025 yıl sizler reklam qilib beradigan navbatdagi mashinamiz 2010 yılda ishlab chiqarilgan 3 Porsche Matizimiz bo'ladi. Matizimiz shunday holatda, mashina zanglari ishlangan. Kraskalar родной deb turibdi egalari. O'zingiz sanza bemalol teshketib olishingiz mumkin. Mashinamiz benzinda ekan, prostoy variant ekan. Yurgan kilometri 125 ming kilometr ekan. Shunday holatda ekan mashinamiz. Holatda bo'lgan holatlari o'rtacha. Shunday holatdagi mashinamiz. Tak. Prostoy variant. Zo'r turibdi kontachiyada. Bu mashinamizning narxini 32 million deb turibdilar. Ekranda telefon nomerlari bo'ladi. Bog'lansangiz egalar bilan tortishib, arzonroq kelishib gaplashishga harakat qilamiz. Mashinangizga giramda desam berla beradi. Naqdlar xarid qilaman desangiz, kreditga xarid qilaman desangiz, kelsangiz hisob kitob qilib 3 yil ancha so'mdan tushishini, oldindan ancha so'm bilan chiqishini hammasini hisob kitob qilib qaramiz. Men shu mashinamiz qiziq bo'lsa, Bog'ot tuman Gayning ro'parasidagi Bog'ot avtolider salonida bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Xohlasangiz naqd avtokredit, barcha xizmatlar ham bor. Ekranda telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol bog'lanaverasizlar. Men salonimizda kutib qolamiz.